Nima yesang ham yorqindan Pepsi bilan. Dr. Stone birinchi qism Tosh dunyo. Salom do'stlar, bugun siz bilan Dr. Stone animesining birinchi qismini ko'rib chiqamiz. Ushbu anime ilm-fan va insoniy irodaning ajoyib uyg'unligini ko'rsatadi. Hikoyaning boshlanishi. Hikoya oddiy maktab kunidan boshlanadi. Senku Ishigami ismli 16 yoshli o'quvchi laboratoriyada turib tajribalar o'tkazish bilan band. U juda ham aqlli va ilm-fanga ishtiyoqli yigit. Uning yonida esa eng yaqin do'sti Taiju Oki bor. Kuchli va samimiy, lekin unchalik aqlli emas. Taiju bugun o'zining sevgan qizi Yuzuriga o'z his-tuyg'ularini aytmoqchi. U allaqachon 5 yil davomida uni qalbida saqlab yurgan va his-tuyg'ularini tan olishga qaror qilgan. Senku esa do'stini qo'llab-quvvatlaydi va unga ilmiy tarzda maslahatlar beradi. Dahshatli hodisaning boshlanishi. Ammo Taiju o'z sevgisini e'lon qilmoqchi bo'lgan aynan shu paytda osmondan g'alati yashil nur paydo bo'ladi. Bu nur butun yerning har bir joyiga tarqaladi. Bir lahzada butun dunyo yashil rangga bo'ladi va keyin hamma narsa to'xtaydi. Senku, Taiju va Yuzuri va butun insoniyat hamma toshga aylanib qolgandi. Ammo eng qo'rqinchli tomoni shundaki, ular ongli bo'lib qoldilar. Senku harakat qila olmaydi, gapira olmaydi, lekin u fikrlashda davom etadi. U har bir soniyani hisoblaydi. 1, 2, 3, 100, 1000, 100 ming. 3700 yil keyingi dunyo. Senku 1000 yillar davomida raqamlarni sanashda davom etadi. Nihoyat u 3700 yil, 7 oy va 6 kunni sanagach tosh sina boshlaydi. U erkin bo'ladi. Ammo atrofga qarasa, u tanib bo'lmaydigan dunyoga duch keladi. Hamma yoq boshqacha. Binolar yo'q, shaharlar yo'q. Faqat yovvoyi tabiat. Insoniyatning barcha yutuqlari yo'qolgan. Senku yolg'iz, ibtidoiy dunyoda qolib ketgan. Lekin Senku ilm-fan odami. U taslim bo'lmaydi. U bir qarashda vaziyatni baholaydi va bir qaror qabul qiladi. Men ilm-fan kuchi bilan insoniyatni qayta tiklayman. Har bir kashfiyotni, har bir texnologiyani noldan qayta quraman, deb aytadi. Birinchi kashfiyotlar. Senku o'z atrofidagi tosh haykallarni ko'radi. Bular toshga aylangan odamlar. U ular hali ham tirikligini tushunadi va ularni qayta ozod qilish kerakligini o'ylaydi. U oddiy narsalardan boshlaydi. Yog'ochdan asboblar yasaydi, o't qo'yadi, ovqat topadi. Har bir qadamda u ilmiy uslubdan foydalanadi. Senku kimyoviy reaksiyalarni, fizika qonunlarini eslab, primitiv sharoitda eksperimentlar o'tkazadi. Va nihoyat u katta kashfiyotga erishadi. U Mo-yoshun deb ataladigan maxsus dori yaratadi. Bu dori toshga aylangan odamlarni tiklay olardi. Do'stining qaytishi. Senku birinchi navbatda o'zining eng yaqin do'sti Taijuni tiklashga qaror qiladi. U dorini ehtiyotkorlik bilan qo'llaydi va Taiju hayotga qaytadi. Taijuning birinchi savoli: Yuzuri qayerda? U xavfsizmi? Senku unga haqiqatni aytadi. Ular 3700 yil o'tgan yangi dunyoda ekanliklarini. Taiju shokda. Ammo Senkudan farqli o'laroq, u hali ham Yuzuri haqida o'ylaydi. U o'sha paytda ayta olmagan his-tuyg'ularni hali ham yodda saqlagan va hali ham aytmoqchi. Yangi maqsad. Ikki do'st birga yangi dunyoda turishar ekan. Senku o'z rejasini tushuntiradi. U faqat bir nechta odamlarni tiklamoqchi emas. U butun insoniyatni, butun sivilizatsiyani qayta qurishni xohlaydi. 2 million yil oldin insoniyat noldan boshlaganida bizda hech narsa yo'q edi. Ammo biz hamma narsani yaratdik. Endi men shuni yana takrorlayman. Bu safar 3700 yillik bilim bilan. Ammo bu oson bo'lmaydi. Ularning oldida juda ko'p muammolar bor. Qanday qilib ovqat topish kerak? Qanday qilib boshqa odamlarni tiklash kerak? Va eng muhimi, nima uchun insoniyat toshga aylandi? Xulosa va yakun. Birinchi epizod mana shunday tugaydi. Ikki do'st yangi g'alati dunyoda turib, katta rejalar bilan to'la. Senku o'zining ilm-fani bilan, Taiju esa o'zining kuch va quvvati bilan.
Ular birga insoniyatni qayta qurishga tayyor. Ushbu anime sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, chunki video 100 ta like yig'sa, ikkinchi qismini ham chiqaramiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Keyingi qismlarni ko'rish uchun kanalga obuna bo'ling va videoga bittagina like bosishni unutmang. YouTube'da pul ishlash sizlar o'ylaganchalik qiyin emas. Misol tariqasida shu kanal 29-iyul kuni pul ishlashni boshlagan va 10 kun davomida $1700 pul ishlashga muvaffaq bo'ldi va ba'zi kunlar hattoki $300 yaqin pul ishlagan. Nastroykasini ko'rishimiz mumkin. Bu kanal AQSh dollariga hisobni ko'rsatmoqda va bir haftada $1300 pul ishlagan. Agar bunaqa ikkita kanal qilib qo'ysangiz, bemalol moliyaviy erkinlikka erisha olasiz. Buni Amerikan YouTube deyishadi. Bunaqa kanal qilib pul ishlash uchun sizni gapirish shart emas. Mikrofon, kamera hatto kerak bo'lmaydi. Kompyuter bo'lishi shart emas, shunchaki oddiy telefon bo'lsa bas. Hatto yosh bolalar va ayollarga ham mos keladi. Eng asosiysi qimor yoki tavakkalchi o'yinlarga o'xshab pulingizni yo'qotmaysiz va kanal yuritish uchun pul tikish ham shart emas. Internet va xo'sh bo'lsa bas. Agar YouTube'dan daromad qilishni xohlasangiz, Telegramdagi Bir qadam pro kanalimizga qo'shiling va tekin maslahatlar va darsliklardan o'rganishni boshlang.